Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahimahullahning Al-Adabul Mufrad nomli kitobi. Bugun o'qiydiganimiz ilgirki darslarning davomida 71 bob, Babul Karami. Karamlikning bobi. Bu karam degan so'zning arab tilida nurg'un ma'nosi bor, ya'ni nurg'un ma'nolarni o'z ichiga olgan. Sehi, isil, mardu mardona, vijdonliq, isil, apuchan, kan qursoq degandek. 129 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq degan: Suila Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayyun nasi akramu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarning qaysi eng karamlik deb so'raldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng hurmatga sazovor bo'lgani, eng yaxshisi Allohning huzurida ularning eng taqvodor bo'lganidir dedi. Ular biz bu to'g'riliq sendan so'rmadik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undaq insonlarning eng karamligi Yusuf Nabiyulloh ibn Nabiyillah ibn Khalilillah dedi. Ular biz bu to'g'riliq so'rmadik dedi. Ya'ni buningdan so'rmadik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar undaqda arablarning madanlari, ya'ni kallari, bu demakchi bo'lgani arablarning urug' aymoqlari, qabila to'g'riliq mendan so'rmoqchi ekansizlar-da dedi. Ular shundaq dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarning jahiliyatda yaxshi bo'lganlaringlar islomdan yaxshilaringlardir agar ular dinni tushunsa deydi. Ya'ni jahiliyat davridimi boshqalar zulm qilmaydigan, yomon ishlardan yirginadigan, qalbi yaxshi, solih amallarni qilishga aldiraydigan, masalan, ota-onasiga vafodor bo'ladigan, qo'lim qo'shnilarga yaxshilik qiladigan va yoki uningdan boshqa yaxshi ishlarni yaxshi ko'radigan, yaxshi ishlarni qiladigan kishi agar musulmon bo'lib, ham islom dinini o'rganib, yaxshi tushunsa, o chaqda sizlarning eng yaxshilaringlar shular bo'ladi deydi. 72 bob Babul ihsani ilal birri val fajiri. Yaxshi ham gunohkor, fajir degani gunohkor kishiga ham yaxshilik qilishning bobi. 130 hadis Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya, ya'ni Ali radhiyallohu anhuniki Fatima radhiyallohu anhadan boshqa ayoldan bo'lgan o'g'li. Bu kishi hal jazaul ihsani illa al-ihsan, ya'ni yaxshilikning mukofoti degan faqat yaxshilik bo'ladi degan bu Allohning bu oyat haqida u mundaq degan. Bu yaxshilik qilish degan, boshqalarga yaxshilik qilish degan musajjalatun lil barri val fajiri. Yaxshi kishi bo'lsin yoki gunohkor kishi bo'lsin o'rtaq. Ya'ni demakchiki, yaxshiligingni faqat taqvodor, mu'min, muttaqilarga cheklab qo'ymasdan, gunohkor banda ekanligini ko'rsam ham yaxshilik qilgin, xayr ehson qilgin debdi. 73 bob Babu fadli man ya'ulu yatiman. Bir yetim balaga mas'ul bo'lib, igi chiqib, uning holidan xabar olgan kishining fazilatining bobi. 131 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday degan: As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah va kallazi yasumu an-nahara va yaqumu al-layl. Tul ayol, ya'ni er o'lib ketgan yoki er yo'q ayollar va miskinlarga, namratlarga shularning ishiga ega bo'lib, shularning xizmatini qilib yurguchi kishi Alloh yo'lidagi mujohidga o'xshaydi. Va kunduzlar ro'za tutib, kechasi qiyomda turib namoz o'qib ibodat qilgan kishiga o'xshaydi debdi. Yetim deb kimga aytildi deganda, kichikligida dadasi tugab ketgan, dadasi yo'q, balog'at yetmagan balalarni yetim deymiz. 74-bob Babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. O'zining yetim balasining beshini silab, uning ishlariga ega bo'lib mas'ul bo'lgan, baqqan, parish qilgan kishining fazilatining bobi. Endi ustidagi bobda har qanday bir yetimni ko'rsatgan bo'lsa, bu bobda o'zining yetim balasini demakchi ekan. Ya'ni dadasi tugab ketgan balasini ayol kishi, onasi baqsa qanday ajr bo'ladi? Shu vaqtdagi bob. 132 hadis payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayoli Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Mening qishimga bir ayol keldi-da, uning ikki qizi bildi ekan uning bilan. Mendan bir narsa so'rdi. Ya'ni bir narsa tilab kelibdi.
va mening qishimda u ayol faqat birla xurma topdi. Ya'ni mening qishimda faqat bir dona xurma bor deydi. Men shu bir dona xurmani u ayolga bersam, u bir xurmani ikki qizining o'rtasida taqsim qilib, ikkiga bo'lib, ikkisiga berdi ya'ni. Ondan turib chiqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kirganda men uning bu ahvolini so'zlab berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki bu qizlarning ishiga mas'ul bo'lib ega bo'lsa, ularga yaxshi muomala qilib, yaxshi tarbiya qilsa, mushu qizlar uning uchun do'zaxdan parda bo'ladi. Bu hadisdan ilinadigan foyda yetim agar o'zining yetim bolasi bo'lgan taqdirda ham baxsan ayt ajr katta bo'lganligi hamda qizlarni beqib tarbiyalab yaxshi tarbiya qilib cho'ng qilishninki do'zaxdan parda bo'lganligi chiqadi ekan. 75-bob babu fadli man ya'ulu yatiman min abawayhi. Dadisi ham onasi ikkil tarafli yetim bo'lib qolgan yetim bolani beqib tarbiyalaganning ishlariga mas'ul bo'lib beshin silgan shu kishining fazilati. 133-hadis. Ummu Sa'id bintu Murratil Fihridin u dadisidan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib shundoq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deganki, men va yetimga kepil bo'lgan kishi jannatda mundoq yoki mundoq dedi. Hadisning ravisi Sufyan ibn Uyayna o'ttir barmoq bilan bosh barmoq yonishadigan ko'rsatkich barmoqda shaklinib qoldi deydi. Ammo mushu hadisning dal o'zi boshqa yo'llardan rivoyat qilingan rivoyatlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmoq bilan o'ttir barmoqni juplab o'ttirsini ozroq ochdi deb keladi. 134-hadis Hasan Basri'dan rivoyat qilindiki, bu mudallas hadis deymiz. Bir yetim bola Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning tamiga keldi. Ya'ni uning bilan birga tomoq yeydi, bir dastonda o'ltirib. Bir kuni bu yetim bolani chaqiribdi, u yetimni talab qildi, izlabdi, topolmadi. Bu yetim bola Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu tomoqdan bekor bo'lganda, tomoqni yeb bo'lganda keldi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu yetimga tomoq akab beringlar deb tomoq talab qildi. Va bu tomoq ularning yana tugab qolgan ekan. Shuning bilan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu yetim bolaga u tomoqdan nochiroq bo'lgan, yaxshiroq bo'lgan saviq va hasal akab berdi. Saviq degan arablarningki un, sarmoy va boshqa narsalarni aralashtirib yasaydigan ayti isil tomoqi. Ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu bu yetim bolaning ko'nglini ko'tarish uchun, men yetim bo'lganligim uchun menga tomoq ep qo'ymabdi deb qolmaslik uchun eng nochi bo'lgan tomoqni akib yedirgan. Sahabalar, sahabe kiramlarning hammasidan Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mana mushundaq bir yetimning ko'nglini ko'tarish uchun o'zi yegandan nachas isil bo'lgan taomlarni, yemakliklarni akilib, ularga yedirgan. Kaydirgan, ularning holidan xabar olgan. Va Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu yetimga dediki, "Mana tomoq olding turibdi. Alloh bilan qasamki, aldanmading, gollanmading. Ya'ni biz seni yetim deb sening haqqingni yeyilib yoki sana berdigan, odatda berdigan tomoqni yeyilib yoki tiqib olib seni aldimidiq, gollamidiq." Hasan Basri deydiki, va Abdullah ibn Umar Alloh bilan qasamki aldanmadi. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmadi. 135-hadis Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Men va yetimga kepil bo'lg'ichi jannatda mundoq" va ko'rsatkich barmog'i bilan o'ttir barmog'i bilan ishorat qildi. Ya'ni ikkisini juplab, azroq ichib, shundoq darajada yaqin bo'lamiz jannatda deb ishorat qildi demoqchi. 136-hadis. Abu Bakr ibn Hafs hadis so'zlab bergan Abdullah, ya'ni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu o'zininki dasturxonida faqat yetim bo'lgan holatda tomoq yeydi. Ya'ni tomoq esa davomli yetimlar bilan birga yeydi tomoqini. 76-bob. Xayru baytin, babu xayri baytin, baytun fihi yatimun yuhsanu ilayhi. Uyning eng yaxshisi shundaq bir uyki, u uyda yetim bo'lgan, uning yaxshilik qilinayotgan shundaq uy. Ya'ni yetim baqsa, u uy yaxshi uy hisoblanadi, eng yaxshi uy hisoblanadi demoqchi. Lekin bu namoz o'qimaydigan, asi, fajr, fasiq yoki kafirning uyi bo'lib yetim baqsa, eng yaxshi uy bo'ldi degan gap emas.
musulmon, muttaqi, mo'min bo'lish bilan birga yana yetim boqsa, o chog'da eng yaxshi bo'ladi demak. 137 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Xayru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun yuhsanu ilayhi va sharru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun yusau ilayhi." Musulmonlarningki ichida uyning eng yaxshisi, musulmonlarning uyning eng yaxshisi, uning yaxshilik qilinayotgan yetim bo'lgan uy. Uyningki eng nachiri, yamini, uning yetim bo'lgan, o yetimga yomonlik qilinayotgan, nachar muomala qilinayotgan uydir. Men va yetim kepil bo'lg'ichi jannatda mundaq bo'lamiz deb ko'rsatkish barmog'i bilan o'ttir barmog'ini ishorat qildi. Boshqa hadislarda kelgandek. Bu hadislar nima demoqchi deganda, ey musulmonlar, uylaringlarda yetim bo'lib qolsa, yaxshi muomala qilinglar. Ularga nachar muomala qilmanglar. Yaxshilik qilinglar deydi. 77-bab. Babun kun lil yatimi kal abir rahimi. Yetim uchun mehribon otadek dadadek bo'lg'in. 138 hadis. Ya'ni o'zingning farzandlarga qandoq dada bo'lgan bo'lsang, yetimlarga shundoq mehribon dada bo'lg'in. Davud alayhissalom shundoq degan, ya'ni bu Isroiliyatlarning qatoridanki dinninki asoslariga, dinning prinsiplariga, aqidaga zid bo'lmasa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Isroildan rivoyat qilsanglar mayli degan. Ya'ni Davud alayhissalom shundoq debdi: "Sen yetimga mehribon dadaga o'xshash bo'lg'in. Bilginki, sen terig'iningga o'xshash hosil olasan. Bayliqdan keyinki faqirlik, namratlik nima degan qabih ish. Uningdimi bakroq bo'lg'ini, uningdimi qabihroq bo'lg'ini hidoyatdan keyinki azg'unlikdir. Qachoniki hamroyingga yoki do'stingga, qarindishingga va'da qilsang, uning va'da qilgan ishingni o'rinlig'in. Agar undaq qilmasang, va'dangni amalga oshirmasang, sening bilan uning o'tiringda adovat teriladi. Allohga sig'inib, shundaq bir hamrohdan panohlik tilganki, agar aslasang, sana yordam qilmaydigan, ya'ni beshing kun tushganda do'stingni aslab, uni izlab borsang, yordam qilmaydigan. Bir ishlarni qilmoqchi bo'lsang, unutib qolgan bo'lsang, seni eslatmaydigan, bunda yomon hamrohdan, yomon do'stdan Allohga sig'inib panohlik tilagin. 139 hadis. Hasanul Basri shundoq deydi: "Men musulmonlar bilan birga yashadim. Ularga ham suhbat bo'ldim. Ularning ichidagi bir kishi tong assa mundaq deydi: Ey ahlim, yatimakum. Yetimlaringlarning haqqida Allohdan qo'rqinglar. Yetimlaringlarning haqqida Allohdan qo'rqinglar. Ey ahlim. Miskinakum. Miskinlaringlarning haqqida Allohdan qo'rqinglar. Miskinlaringlar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ey ahlim. Qo'shninglarning haqida Allohdan qo'rqinglar. Qo'shninglarning haqida Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni qo'shninglarning haqqiga rioya qilinglar. Qo'shnidoshlikni yaxshi qilinglar. Sizlarning yaxshilaringlar aldirab ketib qoldi, oxirat ketib qoldi va sizlar bo'lsanglar har kuni razillashib ketib borsizlar." Yana bu hadisni rivoyat qilgan Abu Umara mundaq deydi: "Men Hasanul Basrining mundaq deganligini anglagan edim. Agar xalsang ko'rsa bir pasixni deydi. 30,000 dinar yoki dirham pul bilan do'zaxningki cho'nqirga tushib ketadi. Nima bo'ptiki, uningga Alloh uni halok qilsin. U Alloh beradigan, Allohdan oladigan nesivisini arzimas pulga sotdi. Yana xalsang ko'rsanki, pullarini zoya qiladigan, shaytonning yo'llari chachadigan shu kishini ko'rsanki, uningga ya o'zining ko'nglidan, nafsidan bir vaz qilg'uchi yo'q, unda qilma deb to'sadigan, nasihat qiladigan yoki insonlar tarafdan bir vaz nasihat qilg'uchi yo'q." 140 hadis. Asma ibn Ubayd mundaq deydi: "Men Ibn Siringa mundaq dedim. Mening bir yetim balam bor desam, Ibn Sirin, o'zingning balasiga qanday muomala qilgan bo'lsang, uningga shunday qilgin. O'zingning balasini urgandek uni urgin. Ya'ni yetimlarni qat'iy urmaslik, tarbiya qilmaslik xato. Chunki qat'iy urmay yetim deb ko'ngilni oygan vaqtda balani buzib qo'ydigan gap. Urgandimi, uning zulm qilib, badallarini ko'katib, bunday urmasdan, balki o'zining balasini urgandek yengil urib qo'ysa, nasihat qilsa bo'ladi.